bitiruvchilarimizga, bizga dars bergan professor, o'qituvchilarga hammalariga rahmat aytib qolamiz. Assalomu alaykum. Hurmatli bitiruvchilar, muhtaram ota-onalar, aziz ustozlar va qadrli mehmonlar. Bugun institutimiz uchun baxtli, tarixiy va unutilmas kun. Sizlar bitiruvchilar 6 yillik mehnat, izlanish, mashaqqatli ta'lim jarayonini yakunlab, yangi shifokorlikdek shunday ulug' bir kasb va hunar sari qadam bosyapti. Millati, irqi, dini, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishi va mavqeidan qat'iy nazar har bir bemorga kuch g'ayratim va vaqtimni ayamay tibbiy yordam ko'rsatishga, Buqrot, Ibn Sino kabi ulug' tabiblarning shonli an'analarini davom ettirishga tantanali qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Qasamyod qilaman. Minnatdorchilik bildirib qolamiz rektoratga va hammangizni bugungi bayramdan, haqiqiy bayramdan tabriklab qolamiz. Ayniqsa ota-onalarni shu yerda o'tirgan ota-onalar Bu institutimiz uchun tarixiy, quvonchli va eng muhim kunlardan biri. Sababi farmatsiya, davolash, tibbiy profilaktika ishi yo'nalishlarda 600 ga nafar bitiruvchilarimiz bor. Bugun bular qasamyod qabul qilishdi va yangi shifokorlikdek sharafli kasbga muhim qadam bosyaptilar. Endilikda ularning oldida katta yo'l bor. Mutaxassislik tanlash, bemorlarga yordam berish va kasallikni oldini olish. Xohlardikki bizning bitiruvchilarimiz nafaqat Farg'onada, butun dunyoda taniqli professor, akademiklar, ilmiy yo'nalishda olimlar bo'lib yetishsin va institutimizga kerakli soha vakili hisobida shifokor bo'lib, o'qituvchi bo'lib yetishsin. Sizlarga omad tilayman.